Trendga aylangan brasletni birgalikda yasashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va o'rganib oling. Men bu brasletdan juda ham ko'p yasaganman. Sotuvi eng xit darajada bo'lgan aksessuarlardan biri hisoblanadi. Demak, bular bizga kerak bo'ladigan narsalar. Eng asosiy ish qurolimiz bu bizning ombirlarimiz hisoblanadi. Ya'ni mana shu 3 xil ombir bizni asosiy ish qurolimiz. Demak, brasletimizni yasashni boshlaymiz. Men 2 xil munchoqdan foydalandim. Siz xohishingizga qarab 2 va undan ortiq rangdagi munchoq yoki xurujchalardan foydalanib yasashingiz mumkin. Qay darajada rang-barang bo'lsa, brasletimiz shu darajada chiroyli chiqadi. Razmeri ham sizning xohishingiz va fantaziyangizga bog'liq. Demak, shu tarzda brasletni yasashni boshlaymiz birma-ketdanlikda. Video davomida barchasini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Men bu munchoqlardan 10 ta qildim. Eng asosiy qoida bu birinchi hamda eng oxirgi raqamdagi munchoqimiz bir xil rangda bo'lmasligi. Bu agar bir xil rangda bo'lsa, brasletimiz unchalik chiroyli chiqmaydi. 2 xil rangda bo'lsa, u yanada mukammal hamda chiroyli chiqadi. Men zanjir tagiga ham munchoqdan foydalandim. Bu brasletni yanada chiroyli qilishlik uchun. Siz ham albatta bir marotaba bo'lsa ham bu brasletni yasab ko'ring va bu albatta sizga yoqadi. Xo'sh, shamollagan holatdagi birinchi azuchkam sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana nimalarning yasalishi sizga qiziq, uni ham albatta yozib keting. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lish esa esingizdan chiqmasin.